Qo'shiqlarimizni 95%ni o'zim bastalaganman. 5%i o'zim yoqtirib, o'zim yaxshi ko'rib, eshitib maza qilganimni boshqalar ham eshitib maza qilsin degan fikrda aytganman. Bu 5%ni tashkil qiladi. Ramazon oyida saharlikda Farg'ona televideniyasidan bir yigit o'tirib olib, ashula boshlab qoldilar-da. Ikki ko'z ko'r bo'lsa bo'lsin, qalb ko'zing ko'r bo'lmasin. Ben birinchi marta eshitib mahliyo bo'ldim shu qo'shiqqa. So'radim, kim bu? Abdusalom aka Soliyev, buvaydalik, chiroyli qilib bir osh qilib chaqirdi. Keldilar, tanishdik. Menga ruxsat berdilar. Bemalol aytavering dedilar. Faqat meni nomim yo'qolib ketmasin deb qoldilar. O'shandan beri aytaman, bu meni qo'shig'im emas. Bu qo'shiqning egasi Abdusalom aka Soliyev deb kelaman shu paytda. İki göz kör bo'lsa bo'lsin, qalb ko'zing kör bo'lmasin. Farzandlarimiz bor, ikkita o'g'lim bor, qolganlari qiz. Shularni duo qilib